Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi respublikamiz hududida 7-iyundan 10-iyun kunlariga bo'lib o'tadigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Bunga ko'ra, respublikamizning barcha hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqatgina 7-8-iyun kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Shamol shartdan sekundiga 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda shamolning tezligi 15-20 metrgacha kuchayishi mumkin. Chang-to'zonlar ko'tariladi. Haroratlar kechalari 15-20 daraja iliq, kunduz kunlari 30-35 daraja atrofida bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol shartdan sekundiga 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 18-23 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari 7-8-iyun kunlari 32-37 daraja iliq bo'ladi. 9-10-iyun kunlari esa 30-35 darajagacha ko'tariladi. Respublikamizning vodiy hududlarida, ya'ni Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 15-20 daraja iliq, kunduz kunlari 7-8-iyul kunlari 32-37 daraja iliq bo'ladi. 9-10-iyun kunlari esa 30-35 daraja iliq bo'lib turadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.